Qo'rquv bu sizning dushmaningizmi yoki do'stingizmi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Aynan shu qo'rquv sizning sog'lig'ingiz yaxshilanishi uchun qarshi ishlashi mumkin. Bilarmidingiz? Sizni burningiz bitadi, burundagi muammolarning yechimiga operatsiya kerak. Lekin sizni qo'rquvlaringiz, turli hayollaringizdagi negativ fikrlaringiz mana shu qarorni qabul qilishingizga qarshilik qilyapti va siz bu muammo bilan bir umr qiynalib yashayapsiz. Aslida bu qo'rquvlar asosli emas. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har bir haydovchi, mashina haydovchisidagi risk, hayoti uchun risk, operatsiya stolidagi operatsiya ketayotgan bemorga bo'lgan riski unda ko'proq. Chunki har bir amaliyot ustida kamida 3-4 ta malakali shifokor, tajribali va dori-darmonlar shay bo'lib turadi. Shofyorlarda bir o'zidan boshqa hech kim yo'q. Shofyorlar ehtiyot bo'ling. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, operatsiya bu yomonlik yoki bir yaxshi narsani tugash emas. Operatsiya qildirish bir muammoni yechib, go'zal hayotda davom etish va sizga sog'lom va go'zal yashashingizni tilab qolamiz.